O'zbekiston taraqqiyotiga bugun ayollarni qo'shayotgan hissasi gigant desam adashmayman. Chunki o'sha gigant hissa qo'shayotgan mamlakatda gigant fenomen rahbari bor. Ya'ni bu bizni o'sha Allohdan bergan ne'mat, ya'ni muhtaram prezidentimiz. Dunyoda 250 dan ortiq mamlakat bor. Bu mamlakatlarda o'ziga xos bo'lgan ayollar, ya'ni gender harakatidagi, ammo O'zbekiston ayollarining o'zgacha bir imiji bor, nomi bor, ilmi bor, tafakkuri bor, intellektual kapitali bor. Aynan har yili 8-martda muhtaram prezidentimiz butun faol, rahbar, senat, olima, fan yutuqlarga erishgan barcha ayollarni yig'ib, beixtiyor o'sha ayollarni erishgan yutuqlarigina emas, ularni shu hayotda baxtiyor ekanliklari, oilalari bilan, farzandlari bilan kuchli ekanliklarining natijasini bugun muhtaram prezidentimiz aynan barcha davlat siyosatida qabul qilingan qonun qarorlarida birinchi o'rinda O'zbekiston xotin-qizlarini olib ilgor qo'yishyapti. Demak, bugun bizi o'sha 8-martda erishilgan 2025-yilda erishilgan yutuqda aynan bizni universitetning ham juda katta salmog'i bor. Bu yerda o'sha protsent hisobida olganimizda qizlar sonining tengligi, teng imkoniyatlar bo'lishi, yaratilgan sharoitlar va bugun ularni malaka oshirish uchun imkoniyatlar faqatgina Osiyo mamlakatlariga emas, balki Yevropa mamlakatlariga, Amerika Qo'shma Shtatlariga borish imkoniyatlarini yaratuvchi ana shu universitet rahbari, men alohida ularga minnatdorchilik bildirmoqchiman va menga berilgan sovg'alar bu faqat menga emas, balki O'zbekistonda yashayotgan barcha onalarga, qizlarga deb o'ylayman. Chunki baxtli onalar bor mamlakatda baxtli farzandlar bejiz muhtaram prezidentimiz hamisha takrorlamaydilar. Men charchamayman dedilar. Bitta ayolni, qiz bolani o'qitishi butun jamiyat, butun mamlakatni o'qitishi. Demak, bugun bu universitet atigi 3 yil tashkil bo'lishiga qaramasdan 300 yillik o'zini falsafiy mazmuniga, o'zini yutug'iga, xalqaro maydonda obro'yiga ega bo'ldi. Demak, bu yerda ham ayollarimiz, xotin-qizlarimiz qalqon bo'lib, qanot bo'lib, ma'rifat bo'lib, sharm, hayo, ibo bo'lib, sharqona ma'rifatli ayol sifatida o'zligini ko'taryapti. Men shu vaqtdan foydalanib barchalarni 8-mart xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Shu yerdan chiqqan qizlarimiz aynan To'marislar izini Nodira Begim, Ambarotin Uvaysi, Zulfiya xonim, Zuhra xonim, Jamila xonim izlarini olib borish imkoniyatlariga ega bo'lishdi. O'sha 30-yildagi aynan O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida qizlarimizning aqli, fikri yo'lchi yulduzday bo'lib qanot bo'lishdi. Bayram muborak bo'lsin.